Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchilar. Bugun biz shu bemor akamiz, Usmon akamiz uyiga kelyapmiz. Bizni kuzatib borayotganlar. Sizlarga juma muborak bo'lsin. Nima qildi do'konchi akamiz shu oilaga qo'ldan kelgancha do'konda bu narsalar berib yubordi. Shu akamizga duo qildirib qo'yamiz hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz aka, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Mazalaringiz yaxshimi? Tinchmisiz? Bir do'konchi ukamiz bu narsa berib yubordi bolalaringizga. Shu akamizni duo qilasizlar. Kinayi. Akamiz duo bersin. Qanday o'tib ekanlar. Aka shu ukamizni duo qilib qo'ying. Siz yaxshimisiz? Ancha yaxshimisiz bugun? Bugun nima qo'rqdingiz? Allah şifa versin. Bizi kuzatib boruvchilar, bugun juma yo'qmi? Hammalariga muborak bo'lsin, akamizga muborak bo'lsin. Esonda barmoq bo'lib, qo'yib ko'rayotgan videolaringizni bekor qilmanglar. Shu insonni qo'llayni kelsin inshaalloh. Ozoq bo'lsa qo'llab olinglar. Akamiz o'zlari yangi murojaat qiladi. Bugun ancha yaxshilar. Bunday o'tib akamiz olsangiz. Agar biz obunachilarga murojaat qilsak yaxshi bo'lardi. Bizni kuzatuvchilar ko'paygancha duolaringiz ijobat bo'ladi. Assalomu alaykum. Do'st birodarlar, og'aylar, akalar. Allohim sizlarning umrlaringizni uzun qilsin. Ozgina bo'lsa yordam qilinglar. Mollarim chirqillab qolmasin iltimos. Qo'llaringdan kelgancha yordam qilinglar. Iltimos sizlardan. Obunachilarimiz duo qilgan ekan, topganiga Alloh baraka bersin. Inshaalloh duolaringiz ijobat bo'lib, xalq ko'zlari ochilib sizga ehson bersin. Dargohiga qabul qilsin. Barchalaringning umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mollaringni boshida sog' bo'linglar. Hech qachon kasal bo'lmaydi. Allohu akbar. Siz qandaysizlar? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bugun ham ancha yaxshi ko'rib chiqsam bo'ldim. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Kecha vaziyatdan xabaringiz kelolmadim, uzr so'rayman. Bir yangiliklar bo'lsa aytib o'tsangiz, iltimos video. Kecha kimdir kecha videolarni tashlab, Alloh o'sha insonlardan rozi bo'lsin. Shu akamizni opamizni duo qilib qo'yinglar. Inshaalloh Xudo xohlasa nasib qilganda bo'ladi. Biz umidvor insonlarni umidsiz qo'ymanglar. Sizlardan ko'mak so'rab turibdi. Biz bemor akamizni Alloh shifo bersin. Hali yana davom etamiz hozircha. O'zi ham yuraversanmi? Bizni kuzatib boruvchilar, ana bugun bemor akamiz ko'rganmiz. Bizni mahalla komitimiz tez sabr olib turar ekanlar. Bugun yana shu yerdalar. Akamiz ko'rgan kelganlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Singlimizning obunachilari, men Yoqutboy mahalla raisiman. Familiyam Shoymardan, ismim Tohir. Haqiqatan ham biz Yoqutboy mahallasida mana shu ukamiz Nur Ismoil bir necha yildan beri shu kasallikda og'ir aziyat chekib keladi. Nafas olish yuragida muammosi bor, o'pkasida kasalligi bor. Shuni operatsiyaga tayyorlash uchun o'zida imkoniyati yo'q. O'zi ehtiyojmand oilada ro'yxatda turadi bizning mahallamizda.
mahalla tomonidan har qanchaki yordam qilganimiz bilan mahallani raisini vakolatiga unaqa katta summa yo'q. Bu kishida qanchadir summa kerak degandi, kamida bir 40-50 millionlar atrofida Toshkentda operatsiya qilishga murojaat qilgan turmush o'rtog'i borib, lekin mollariga nafaqa hozirgacha berib kelyapmiz. Homiylar tomonidan har qancha oziq-ovqat mahsulotlari bilan berganimiz bilan turmush o'rtog'i ham isholmaydi hech joyga, chunki birinchi guruh nogironli to'shakda bir necha yildan beri yotibdi. Turmush o'rtog'i qarovchi sifatida shuni oldida farzandlari hali voyaga yetmagan. Qancha yordam qilsa obunachilaringiz yaxshi bo'lardi shu yigitga operatsiya. Haqiqatan ham hozirgi kunda ham o'ylashlari juda og'ir bo'lib ketdi. Salomatligi ham yaxshi emas. Bizni kuzatib boruvchilar, mana akamiz bitta bu yerda emas, hozir ikkamizda bir ish qilsa qayerga yursa akamiz hozir, lekin bu oilaga juda yordam bergan. Endi mahalla ham bir anaqa emas, kam-kamdan bo'lsa ham shu oilani qo'llab bo'lsalaring, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Biz sizlarga faqat murojaat qilamiz, 4 ta bola yetim bo'lmasin. Shu bolalarni yetim bo'lgandan keyin qilgan yordamlaringiz foydasi yo'q. Kam-kamdan bo'lsa ham qo'llaylash inson o'zini bolalarini katta qilib, sizlarga o'xshab insonparvar aka bo'lib, bolalariga bosh bo'lsin. Shunday yo'q, bolani ham o'zini ham qilib olish kerak. Apparatlarga yetishmayapti. Apparatlar. Agar sizdan ko'p ko'rgan odam, obunachilarimizni musofirga yurganlar ko'p qo'llab turibdi, Xudoga shukr. Shularni sizdan duo qilsangiz albatta ishonamiz. Sizni obunachilaringiz baribir yordam qilishadi shu ukamizga. Yaxshi bo'lardi. Hammalarining oilalariga sog'lik, omonlik bo'lsin. Topganlarini to'yga ishlatsin. Iloji boricha mana shunaqa aka-ukalarga qilingan ehsonni Alloh o'rnini to'ldiradi. inshaalloh. Nasib. Sog' bo'ling. Yangi mahallamizdan ham odam keldi. Mana hozir birga o'tirib jonli efir qildik. Sizlar ham Alloh rozi bo'lsin. Jonli efirimizdan videomiz chiqadi. Kimdir 20 qancha? 25 ming, kimdir 1 ming ehson qildi. Ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Bir soat necha minut o'tdik. Bilmayman, antenna qolib, svyazi qolib, bizga o'chib qoldi efirimiz. Uzr so'raymiz. Xayrlasha olmaganimiz uchun. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Yangi akamizga yaxshi qarang. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Mana obunachilarimiz sizni kuzatyapti. Faqat yozyapti hamda kompyuterga yo telefon bilan nimaga asta gapira. Yangam o'zi asta gapira, hozir baqirib gapirmasa chimchilayman deb qo'rqitaman. Sal dadilroq gapirasiz yanga. Eshityapti ular sizni. Rahmat sizlarga, yordam beringlar. Bolalarim yetim qolmasin. Iltimos sizlardan. Alloh sizlardan rozi bo'lsin, ilohim. Yordam beringlar. Bolalarim otasiz qolmasin. Ehsonda bardavom bo'laylik. Shu yangamiz bosh egasiz qolib, 4 ta bolasi yetim bo'lmasin. Sizlarda gap ko'p, insonlar kelinglar, kam-kamdan bo'lsa, ozgina ehsonda bardavom bo'lsalaring, inshaalloh nasib yangi yaxshi bo'lib ketadi. Keling bitta duo qiling, bizlar yo'lga qaytamiz. Obunachilarimizga duo qiling. Aslan shular bizni qo'llaydi. Allohning dargohiga qabul qilsin. Parvardigorim bizga berganlar Alloh ming qilib qaytarsin. Bolalaringiz boshiga sog' omon bo'linglar. Ilohim Allohim sizlarni qo'llasin. Bizlarga berganingiz Allohning dargohiga qabul qilsin. Parvardigorim o'zi panohida asrasin. Bolalaringizni boshiga sog' omon bo'linglar. Hoji momolar, hoji buvalar, aka ukalar, opa singillar yordam beringlar, iltimos. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat, bizni kuzatib boruvchilar, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Shu yangamiz bosh egasi qolmasin, 4 ta bola otasi qolmasin. Oz-ozdan bo'lsa, kam-kamdan bo'lsa, 10 ming, 5 ming, 50 ming, 100 ming qilib bo'lsa ham qo'llaylar. Shu akamizni dardiga shifo bersin. Duo qo'yinglar. Ko'rishguncha sog' bo'linglar. Nasib etgan bo'lsa, bunga videolarimiz ertami indamay chiqaraveramiz. Har kuni kelib video qilishga qilaveraman, lekin akam tobi qochirib qolyapti. Shuni men ham to'g'ri tushunasizlar. Balkim kechga jonli efirlarimiz bo'lishi mumkin. Kuzatib boringlar. Qo'llaylar. Kartalarimiz qo'yib boramiz. Befarq bo'lmanglar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'linglar.